Assalomu alaykum hammaga. Mashinamiz mana murga qilingan. Murgalarga tillab qo'ygan. Hozir ashpirani ko'ramiz. Ashpirash narsasi endi mexanikga qadar topamiz hozir. Mexanikni tekshiryapmiz. 4 da o'zgarish bor, 3 da o'zgarish bor, 2 da o'zgarish bor, 3 da o'zgarish yo'q. Yo switcher yo bobina. Buni oson bilish yo'li. Birinchi bobinani 2 ga qo'ydik. Olmiz o'zgarish yo'q. 2 ni 1 ga qo'ydik, o'zgarish bor. Demak, bizda hozir bobina ishlamayapti. Bobinani almashtiramiz, yana ko'rsatamiz. Mashinamizdan chiqqan switcherlar mana. Zazorlar kattalashib, yeyilib katta bo'lib ketgan. Switcherni o'z vaqtida almashtirish kerak. Mana ishlashlari. Bu hammasini ishlayapti. 2 ga qo'yib yubordik bobinani. Faqat Xitoy bobina qo'ydik. Original qimmatroq. Shuning uchun o'z vaqtida switcher bobinaga qarab yurish kerak. 30 ming, 40 mingda switcherni ochib xaridorga qilib, iloji bo'lsa almashtirish kerak.